Mana bu savol diqqatimni tortdi. Demak, kosmik syomkani kadastr xodimlari o'zgartirib biladimi demoqchilar. Avvalo shuni aytib o'tishim kerak. 937-sonli qonunda aynan holatni kosmik suratlar orqali taqqoslash, o'rganish bu Uzkosmos agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Bu yerda kadastr agentligi umuman aralashmaydi va kosmik suratlar bilan umuman ishlamaydi. Kadastr xodimlari faqatgina manzilga chiqqan holda mahallaga borib, o'lchov ishlarini amalga oshiradi, o'lchovni chizmasini chizadi, uni dasturga kiritadi. Shu bilan bizning ishimiz tugaydi. Biz hattoki kadastr xodimlari hattoki bu e'tirof komissiyasida yo'q va u xulosa bermaydi. Biz xulosa ham bera olmaymiz. Ya'ni sizning mulkingizga hech qanaqasiga ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgarishga ta'sir o'tkaza olmaymiz. Jumladan kosmik suratlarga o'zgartirish kiritishni umuman imkoniyati yo'q va bu kadastr xodimlariga umuman taalluqli emas.